Homiladorlar soat 11 bizani qilib o'tirgan ishimizni qaranglar. Navoiysi. Shunaqa homiladorlar. Kechasi soat 1 da ham, soat 3 da ham, ana tuni bilan 24 soatlik qabul qilganda, soat 3 da, 4 da, ertalabki 5 da ham bo'lgan homiladorlar, kelgan homiladorlarim bo'lgan. Rahmat sizlarga. Oyijonim. Hech xavotir olmayman. Kelamiz. Rahmat sizga. Bularni birinchi kelganlarida, matkalarda cho'ta siz beremenniga o'xshavyapsiz. 10 kundan keyin test qilib ko'ring deganimizda shunday homiladorlik chiqib o'tiribdi-da. Mana yaqinda tug'adilar endi. Shukr. Ertaga Mardon opam ishda bo'ladilar. Ertalabdan bemalol eringlar bilan kelaverasizlar. Bilasizlar, ekspert vrachlar Respublika skrining markazi prenatolog ekspert ujisda skrining qiladilar. Zo'r. Nima muammolar bo'lsa, skrining bo'yicha hal qilib beradilar.